Hello YouTube ahli, sizlar bilan Chris. Men o'zimga yangi uy sotib oldim. Bir qishloqdan eski uyimizni sotib, endi sotib olgan uyimni sizlarga tanishtirib o'taman. Ko'rib turganingizdek, mana shu meni uyim. Hozir ichini ko'rsataman sizlarga. Mana ichi. Mana sandiqlarda kerakli narsalarim bor. Meva-chevalarim bor bu yerda. Oziq-ovqatlarim bor bu sandiqda. Bunda olmoslarim, xazinalarim demoqchi edim. Bu yerda ham kerakli narsalarim bor. Endi boshqa joylarni tanishtirib o'taman. Mana shu joy ko'rinishidan kichkina, lekin ichiga kirishinglar bilan shunchalik katta joy. Laboratoriya ham bor. Sandiqda mana oziq-ovqatlar bor. Kerakli narsalarim bor bu yerda ham. Mana ko'rib turganingizdek, mana hamma bloklardan bor. Bu yerda ham jicha yig'ib qo'yganlarim bor. Mana. Endi boshqa joylarimni mana ikkita molim bor. Yasagan molxonam. Mana neydi? Tomorqam bet. Mana yerda katta hovuz bor. Mana. Mana yerda kemalarim bor. Endi sizlar bilan o'rmonga borib o'tin yig'ib kelamiz. Bitmay qolgan jicha joylarim bor. Ashi joylarni to'g'irlaymiz. Uyimdan bolta va oziq-ovqat olib chiqsam, o'rmonga borib o'tin olib kelamiz. Bu mana yerda ham bor-u, lekin bular turib tursin. O'zim olib kelay. Xo'sh, boltam, kapur, steyka olamiz endi. Mana ketdik bo'lmasa. Mana yerdan chiqamiz. Mashaqqa boraman. Jicha uzoqroq masofadan chopuraman o'tin. Mana shahardan chopsam, mana yerdan. Mana shu yerlardan ozgina chopsak yana. Xo'sh. Xo'sh, ana. Endi uyga ketsak ham bo'ladi sekin. Yana jicha ko'laylikmi. Bo'lsam jicha mashina olib qo'yay. Kelgan yetadi. Ana uyga borsam. What? Sandiq? Bu sandiqda kim qo'yib ketdi bu? İçini ochib ko'raylikchi. Voy, isib ketibdi. İchida kitob bor ekan. Kitobni ichini o'qib ko'ramiz. Men senga kimligimni aytmayman. Men laboratoriya xonangni ko'zdan kechir. Mendan sovg'a bor. Nima? Sovg'a bor deyaptimi? Laboratoriyani o'zim ko'zdan kechirdim, lekin sovg'a chiqmadi bitta ham. Bo'pti, boraveraychi laboratoriya xonamga. Ko'zdan kechir dedi. Tekshiraman ekanmish. Qani, borib ko'ramiz. Laboratoriya xonam qaytini ko'zdan kechiraman. Hech narsa yo'q-ku.
Yo, mana ularni ichidamikin? Bitta ham hech narsa yo'q. Yo. What? Qanaqadir eshikmi bu? Nima? Nu bo'pti. Mana bu narsalarimni qo'yib kelaylik, keyin bir yo'la sekin ochamiz. Kecham tushib qolibdi. Qani bu narsalarimizni qo'yib qo'yaylik. Ko'ngilga sig'maydigan ishlar bo'lib ketyapti-yu bu yerda. Bu hozir uxlab olaylik. Ertalab ham tushibdi-yu. Haligi joyga borib ko'raylik-chi. Nima bor ekan? Tapor kerak bizga. Sindirish uchun. Haligi taporimizni olamiz. Men senga kimligimni aytmayman deyapti. Qani nima ekan deydi. What? Qanaqadir sirli xonami bu? Wow! Wow! Maslahalar. Wow! Bu sandiqni ochmadik lekin. Oh my god! Wow! Shuncha oltin tatim. Do'stlar, bu sovg'alarni kim berib ketdi deb o'ylaysizlar? Wow, oltinda. Mana kamida aslahalar. Bularni nima chekka qo'yib qo'yamiz? Turaveradi chetda. Endi bunga ana chiroyli bo'ldi. Bu xazinalar mana shu yerda turaveradi do'stlar. Eshiklarni yopib qo'yamiz. Oh, yeah. Do'stlar. Do'stlar, yangi uydan shunaqa bo'layaptimi? Oltin topib oldik, xazina. Wow! Bizdan oldingi uyda egasi bilmaganmikan shu paytgacha? Wow! Arshimcha oltin topib oldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Like va komment yozib qo'yamiz. Men oltinlarni sanayman. Bo'pti, xayr.